Xullas shu aytganimda ayol kishiga olib berish uchun prям ideal mashina tavsiya qilaman o'rtoqlar. Xo'p, keyin yana bitta narsaga hozir ahamiyat beryapman. Nimaga Senur rulda ko'p stories qo'yadi? Ya'ni bitta mavzuni gapirib bir 3-4 ta stories bo'lib ketadi. Qisqa tez-tez gapirib qo'yvorsa bo'lmasmikin deb o'ylardim. Yo'q, men bu shunaqangi udobli narsa ekanki, shunday qo'yib olib gapirib ketaversangiz bo'lar ekanda. Men gapga yozib o'zidan o'zi nimadirlarni gapiryapti derdim. Hozir ham o'zim ham xuddi shunaqa nimadirlarni gapiryapman mashinasiga o'tirib olib. Keyin yana bitta narsaga e'tibor beryapman. Senur mashina stories qo'ysa, вот salondan ajralib turadi. U bilasiz, shtobi odam ketyapti salonda. Qaranglar, rangim bir xil bo'lib ketib qolgan menda. Xuddi oq futbolkani o'zi haydab ketayotganga o'xshaydi mashinani. Nimaga? Nimaga bunchalik qoramanmi? Dezdemona, men qoramanmi? Uy, bo'pti, charchamanglar xullas. Xullas, ayol kishiga olib berish uchun ideal mashina o'rtoqlar. Xo'p, Senurning mashinasida yana bitta narsaga e'tibor berdim. Ikkinchi storiesga ulanib ketyapti. Men обычно bitta storiesda yopaman har doim bitta mavzuni. Hozir уже ikkinchisiga ulanyapti. Senurda ham xuddi shunaqa bo'ladi. Ketma-ket 3 ta 4 ta bo'lib ketib qoladi storieslari. Nimaga bittada yopib bormas ekan deb o'ylardim. Оказывается, hamma narsa buni mashinasiga bog'liq ekan o'rtoqlar. Bittada yopib bo'lmas ekan. Bu harakatlar men ko'rasizlar, mana Senur ham xuddi shunaqa harakatlar qiladi. Shunaqa, keyin barmoqlarni manaqa, bunaqa deb gapiradi. Demak, bu mashinaga o'tirsa, shu xarakter o'tadi odamga. Xo'p, xullas shunaqa gaplar. Yana bitta narsaga e'tibor berdim aytgancha. Senur bu mashinada o'tirganida, salondan ajralib turadi. Shtob odam bo'ladi, salonda ketayotgani bilinadi. Ammo bir xilma salonning rangi bilan. Nima bu? Senur nima mashinani mana bu darajada qora ko'rsatyapti? Ana bo'lsa mana 3-stories ham ketdi. Senur, seni xarakterlaring yiqyapti menga mashinangga o'tirgandan keyin. Обычно Senur nima qiladi yana bu mashinaga o'tirganda? Mana shunaqa stories otganda. Nimalar qilganini, bugun nimalar qilish haqida qisqacha gapirib beradi. Xo'p, biz bugun nimalar qilamiz? Bitta bloger, hokimligini aytolmayman, sir bo'lib turadi. O'sha blogerlar bilan kollaboratsiyamiz bor. Shunaqa qilib o'tiradi, Senur ham qarab turadi. Keyin kimdir yo'lini tirsiz chiqib qoladi. Shunaqa gaplar. Voy, aka, maylimi, men ham haydasam deb qoladi Senur. Kimdir yo'lini siqib qo'ygandan keyin nima deyotdim? Xullas shunaqa gaplar, charchamanglar, o'zinglarni ehtiyot qilinglar deb storieslarni tugatadi o'rtoqlar. Va bu storieslarni Senur ko'rsa meni o'ldiradi.